Öveçcan ölüptü, kayga baralı, kayga koyalı. Hazine kana ağzın oyalı. Karağına dal biloğunu soyalı, arzu arman bile ölgen Öveçcan diyor. Öveçcan'ın ekip ketken talları, kıyım buldu ballarının halları. Başkaga büyüdü ciğan malları, arzu arman bile ötken Öveçcan. Ve her gepten keyin şu arzu arman bile ötken kelebilir şunu. Ana mendeki nelerde şundaydı. Yani şu yılları ben 86. yılda Öveçsiz Hoca'ya yardı degen bir şiir yazıyordum da. Şu yerde bir yere kirgizgen. Hoca'yla kozgalanım 70 yılına başlandı. 86 yılda 70 yıl oldu ben şu an. Öveçsiz Hoca'ya yardı. Sen o'tkazgan tollar qurib yo'qoldi. Yurtingni beyurtlar egallab oldi. Zamonlar o'zgardi, zolimlar qoldi. Endi kelsang yetar Öveçcan bobo. Sen kelsang yov ketar Öveçcan bobo. Yurtim deb nolalar chekkan bolangning, iymon urug'ini sepgan bolangning. Ilon uyasiga tekkan bolangning, boshida bor xatar Öveçcan bobo. Boshingni bir ko'tar Öveçcan bobo. Haqning qadri yo'qdir bugun elatda. Ülüsün satkenler eyşi işrette. Garip kuvunu yarım, gamı gurbetten, roşlanlıksız öter Öveçcan baba. Derdini içke yutar Öveçcan baba. Mövgedek ervalar halı tınmadı. Zalimlerin beyli halı sınmadı. Bir adıl oğlanın taska minmedi. Halkın seni küter Öveçcan baba. Yolunga köz tutar Öveçcan baba. Başını bir köter Öveçcan baba. Sen kesen yav keter Öveçcan baba. Hep yazıp verdim. Şu an istedim. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Kuni kecha shu Hayitbay aka bilan жаңа proyekt boshlagan edik. Shu Qo'shel tarixi bo'yicha shu o'zingizning xabaringiz bor. Shu jurnalist, oldingi deputat bo'lgan ham yozuvchilar opamning a'zosi Hayitbay aka bilan shu Qo'shel tarixi bo'yicha toza proyekt boshladik. Bugungi temamız şu Xo'jeli rayonunda 1916 yılga bo'lgan şu kız salığı boyunca şu Xo'jeli ko'terilisi deb atalib o'tirgan voqea to'g'ri Hayitbay agamiz bilan suhbatlashamiz. Men o'zim Hayitbay aganing bu Xo'jeli, Xo'jayeli, asl-maslim Xo'jeli degan kitoblarni so yoshligimdan shu maktab davrimdan so'ng o'qib, so'gan qiziqib, Hayitbay agamen uchrashuv bir arzu bo'lib yuradi edi so'qlar. So orqali men shu tarixga qiziqqanman. Shu orqali men tarix fakultetini o'qib topshirganman. So'dan keyin men siz jurnalistsiz, so'dan keyin men sizga havas etib, so bo'yicha endi Xo'jelining tarixini birinchi yozgan insonman. So kecha o'zingiz aytdingiz, siz tarixni bilasizmi deb konkurs o'tkazdik, odan keyin shu kitoblarni kichkantay bo'lsa-da shu kitoblarni o'qib tarixga qiziqqan insonman. Endi 1916-yilgi voqealar aslida qanday bo'lgan? Masalan, Avaz Xo'ja Xo'jelining biyi, Avaz Xo'janing asluvi, bu yerda 8 shu Xo'janing asluvi bo'yicha har turli gaplar bor. Misol uchun men bu Qoraqalpog'iston tarixi kitobida Sabr Kamolovning bu kitobda misol uchun boshqacha beriladi. Hayitbay aganing asl-maslim Xo'jelisida boshqacha beriladi. Boshqa kitoblarda boshqacha endi xalq og'zida yurgan har turli boshqacha voqealar bor. Shu davr Pacha Rossiyasining shu Xorazm xalqini bosib olgan yıllarına to'g'ri keladigan vaqtlar. Dur. 16 yılı yanvar ayındagi Xo'jayli qo'zg'alon deb aytilasan. Ayrim yerlerde şu endi 16 yıl Türkistan'ın başka yerlerine qo'zg'alon bo'lgani uchun endi Xo'jayli qo'zg'alon demay, elimde gayda Xiva qo'zg'alon deb aytadi. Xiva xalqligida qo'zg'alon deb, mensinda Xiva qo'zg'alon deb aytiladi. Bu endi bizning Xo'jaylichilar uchun juda bir ahamiyatli, muhim narsa. Bu voqealarning talqini bu hakkında yazı yılı 30. yıllarda başlangan. Ötken asırın 30. yıllarında
Алексеевич деген bir орыстың katta kitap çıkargan şu vakıyalarda ne olup Taşkent'te. Taşkent қаласында mana şu qanday başlandı bu iki etaplı ne bu Kocaeli'den başlandı енді кейін umumiy Xorazm boyunca ne olup geldi Cüneyt Han vazifası ikincisi. Hem bunu qanday бағалау керек bu нәрсе kimlerden nesi başçılık kılgan beyler köpçülüğü işallar Sovet hükümetinin endi nede бағалау керек hayran қалғанда bu қалай бағалайсыз? Біріншіден ular патшаға қарсы, ханға қарсы не қылып var. Şu шығып жатыр да. Bunun vakıyanı neden болды, sebebi ne болды, bunun kepçuğu ne болды, kimler қандай өзünü tuttu, kimlerдің vazifası қандай болды деген нәрседе elimdегі толкование bir tür болған жоқ. Bundan кейін bu нәрселер hakkında Nepesov деген Türkmen'in alımı, akademik alım, olam juda көп нәрселер жазған, aynı şu Kocaeli vakıясы туралы. Кейін біздердің мынау өзімізде Қарапастан шығатын очерки история Карабасская ССР бұл Толстовтың есімінен мұқарилігінде Жданко, Сабыр Камаловтар бірге шуны негізінен şu жерде бір vakıя туралы айтылып кетеді. Hem bu яқтағы толкование бар, қазір кейінгі толкование. Vakıяны қандай болған? Қандай бағалау? Тоқтай өтеміз, кейін ар жақтың бір сөйлесіз. Бағалау. Bir шеттен айтып келемін өзім. Бұларда орыс Алексеевич 30 жылда bu нәрсені кітаптың башында не деп айтады? Бұл Хиуа ханына қарсы әрекет етті деп айтады. Бірақ кітаптың ортасына келіп айтады, бұл әрекет Хиуа ханына һәм Rus империализміне қарсы етті. Орысларға қарсы әрекет деп айтады. Ondan кейін bunu kim жаңа айтқан Непесов өзінің мақаласында bu нәрсені бұл екі этаплы нәрсе дейді. Біріншісі прогрессив. Бұл ханға дейін барған қожалардың, адамлардың, 3000 адамның ханға дейін барған талаплары бұлардың бұл yaxşı дейді, бұл прогрессив дейді. Бірақ кейін Cüneyt Han аралашқаннан кейінгі вақиялар бұл реакцион дейді. Бұл сәрби манада яман деп бақылады. Aynı şu толкование Өзбек Совет энциклопедиясына кірген, мына Қожелі туралы жазған уақытта Қожелі вақиасы şu бірінші екі этапта, екі басқыш еді. Бірінші басқышы бұл прогрессив болды, екінші басқышы реакцион күштер не қылып кетті бұл жерде. Деген не бар. Енді біздің өзіміздегі нелерде мына очеркиде Толстовтың есімінен шыққан, ондай не қылмаған, басқышылар бөлмеген, бұл жерде шындай уақия болып өтті. Şu adamlar жиналып өзінің Kocaeli'nin beyinin başlığında yola çıktı. Hem barıp bu yakta bulardı Kolosovskiy neğildi, esir aldı. Orçlar degen нәрсе var. Degen şunday aytılgan da. Keyingi buna kitapta iki versiya kılıp berilgen. Birinci şu qandaydı bir auruga çalınganı bel auru deb aytılgan. Bu yerda beli auurdu, beli auurgandan keyin birovlarning maslahati bilan shu xalqdan yosh qizlarni aldirатын bo'ldi. Adam jibirib, shu yoqqa buyruq berib degan ko'p qizlar tashildi, undan norozi bo'ldi adamlar degan talqinasi bu. Shu ikkinchi talqinasi bor bu yerda. Ikkinchi talqin sal boshqacharoq aldingadan boshqacharoq berilgan iki talqin. Mana shu bir nening o'zida kelib turib tushadi. Kitap belgilab qo'yilgan. O'li qoldi olib kelmay. Endi aslida keyin bu masala bo'yicha men nelardan o'zimizdan men sabab shu yerda o'sganman. Şu keyinchalik bu o'zimizning xo'jalar deymiz, endi shu xo'jalar asılgan yerdan 200 metr yerda tug'ilganman. Ham shular asılgan açıkta oynab o'sganman menda. Bizim onu ko'rgan adamlar tiri edi bu vaqtda. Bu adamlarni bilетін adamlar. Ulardan ko'p soruşturdum ben. Şuytup keyin mana nega Kocaeli qo'zg'aloni degan bir maqala o'zim yazdım. Shu Kocaeli qo'zg'aloni sabablari haqida. Endi bu yerdagi neler hammasi bizlarning nemizda
Şu kanның халыққа zulüm qilib qiz ala biruvi sebepçi bu. Şuğa karşı çıktı bergenmiz de. Şu keyin men o şehirlerimde o arnamus qozgalan bular Xo'jayli namusi bo'lgan uchun shunday etib odamlar yo'lga chiqdi berganman. Biroq bu kitaptan çıqqanına 20 yıldan ko'p bo'ldi. Odan beri ko'p narsa öğrendim. Onun arasında Xorazmda bir iki alimning 2009 yıl çıkan bir bütün başlı monografiyasi var. Juda katta ne bileyim. Mana şu monografiyada hazır nelerini aytaman şu kitapta şu yerda familiyasi atib ba'zan yozib qo'ydim yerga. Şu yerda bular bu alimlar. Bunu hazırgı ko'z qarash bilan baholashga harakat eder hem bütünlay şu arxivning materiallarini aladi. Şu vaqtdagi arxivda qanday telegram, Kolosovskiy telegram, Galkinning telegramması, bunu baş vazirning yozgan xatlari, Aves Xo'janing ularga iltimosnomasi, shularning hammasini keltiradi. Bu kimning keyinchalik Cüneyt Xonning aralashgandan keyin bu voqealarga Cüneyt Xonning jibergan bir necha xati bor ekan, saqlanib qolgan emas. Shularni keltiradi. Ham shular asosida bu ne bo'ldi o'zi degan fikrga kelib, bu milliy azatlık nesiydi, hareket edi. Milliy azatlık. Endi o'sha boshqacha biraz mustaqillikdan keyin boshqacha. Milliy azatlık hareketi bo'lganda bu Xiva xalqligini emas, Rus nesini. Именно şu Orus'un zulmüne karşı. Endi şunday ne bergen? Sizi keyin men bir başka dereklerden bir başka endi bu Xiva xanning 14. yılda ya 13. yılda hareketlerinden başlap 14. yılda Rusya birinci Jahon urushuna qo'shildi. Bularda şu 13. yılda bir jinoyat o'tib Xiva xalqinin biratala qo'shib oluv meselesi qaralganda o'zlarine qo'shib oluv meselesi. Kolosovskiydan burun bir 4 yilda Amudlar adliyaning boshlig'i Dekoshin degan bir alim ishlaydi. Bir ofitserda orta polkovnik bo'ladi. Keyinchalik bu Samarqandning harbiy gubernatori bo'lib ketadi. Ham 16 yildagi Jizzax voqealarida bo'ladi bu. Harbiy Jizzax ham Samarqand gubernatoriga qaragan. Ham shu Dekoshinning bir nesi yaxshiligi bunun sebebinden ko'p adamlar canı malı aman qoladi. Jizzax qo'zg'oloni qatnashchilari. Ben şu Dekoshinning ayrim esdalikleri var da ne bo'lgan bu yerda ne bo'lgan. Sebebi Dekoshin bu 16 yılda Samarqandda harbiy gubernator bo'lib turgan vaqtida aynı şu meseleni tekshiruvga bu yoqqa komissiya kelganda shu komissiyaning tarkibida keladi. Bularda hamma narsani chiqargan adam bu janjallarning hammasining boshida bo'lgan odamlardan biri shu Kolosovskiy degan polkovnik bo'lganini aytib o'tishimiz kerak-da. Bu Kolosovskiy degan odam bizlarning voqeadan, Xo'jayli voqeasidan burun ham misol bu turkmenlarning nesini vaqtida turkmen ko'llar o'rganishda bir termin var bizlerde. Köylü Türkmen deydi. Köylü. Ben şu köylü degan so'zni tömengi Türkmen deganda bu quyidagi bir ağım boyunca tümende oturan köylü Türkmen. Ben şu köylü Türkmenlerden qo'zg'alani bola suv yetishmaydi bizga deb de. Sebep jatning ahırında oturadi, ona suv yetmaydi. Şundan ben şu nelerdi öğrengen vaqtimda bu aytadi. Bunu hammasini deydi. Bu Kolosovskiy Türkmenlerdi başka milletlerge, başka milletlerdi Oruslardı kandı yere halkka birine ko'rsatib şunun ortasında paydalanıp жүрген deb aytadi. Endi Xo'jaylining o'zine qaytamiz da. Xo'jaylida hakikaten şu yanvar ayının başında endi bularning versiyasında yanvar ayının başında kız olib ketildi deydi. Kız olib ketilib, bundan keyin bir necha kundan keyin o'lisi qaytarib berildi o qizning deydi. Mandıqdan ham shunday bo'lgan. Mening versiyamda men o'zi nelerdi ana o'zimizning umkan g'arlarning nelerini aytgani. O'sha yanvar ayının başında şu voqea bo'lmasdan bir 5-6 kun burun
не деп отырып еді дейді. Бір Юсупорхан деген бір адам не берді, мәреке берді дейді. Şu Юсупорханның мәрекесінде отырғанда 5-6 адам келіп, бұл бізді хан не қылмай жатыр, бұл қыздарымызды алып кетіп жатыр. Мен шындай көп зұлым өткізіп жіберді. Шуға бір шара көрейік десе, кейін ойланып, бопты, мен жақсы. Мұнда ендіге 3-ші күн дейді, пәна уақытта келіңдер, шөйге бір келіп барып айтамыз арзымыз ханға деп айтқан. Деген нәрсе айтқан, мен оны шулай жазғанмын да. Енді Қожелінің адамлары қозғалғаны бұл жерде асаси себеп қыздың мәселесі деп қойды да, қыз алып кетуі себеп болды деп қойды. Хаммасында бар бұл гәп. Қозғалған бұл. Бұны бірақ, бұны кейінгі мен неғылған бекарлайтын бір нәрсе бар да, бұны бекарлайтын. Бұл енді хаммасы айтады, январ айында мына шу вақия болды. Январ айында қыз алып кетілді, бірінші күннен қайтарып берді, онан кейін адамдар наразы болып, хаммасы стихийный дейді, жаңағыдай жолға шықты хаммасы. Бірақ, енді бір башқа таманнан не қылмыз керек та бұны. Жаңа айтқандай, Россия Орыс неге кіргеннен кейін, Орысқа бірінші аған Орысқа не кіргеннен кейін, хан, Хиуа ханы, жүдә көп пұл жәрдем береді, şu Орысты жүргізу ісінде. Бұл уақытта, мысал үшін, $1 миллион қазіргі не қылғанда, $1 миллион жәрдем береді. Бұл мабылағылар есабында şu армиясында милленеді. Бұл жерден онан кейін пақтаны көп алып кетеді. Орысқа пақта керек. Пақта керек. Кейін қышта кейінәді бұлар деп 11.000 данама постун жібереді. Постун, қой терісінен тігілген постулар 11.000 дана постун жібереді. Халықтан жинап, не қылып, әммесіне салып. Бұлардың берген пұл мабылағыларының бір есауына Хивинис деген әрбей кәме құрылады, ол кәме ұшта қатынашады. Бірақ, бұлар уақыт өткен сайын ұрышта енді көп пұл керек, әм пақта керек, пақта керек. Кейін бұлардан бір тәкліп болып башайды, орысылардан, Колосовскийді арқалы. Бұл халық жерлер дейді, бір өлчек, қайттан өлчесің дейді. Кейін бізге жер берің шылан дейді да. Енді бұл Әмудария аденін алды бая, Гандемияның шартамасы бойынша 73 жылдан бері şu жақта өзі пақта егіледі, башқа нәрсе қылады деп. Әмудария адені, мысал үшін, Шорақанда егіледі пақта енді ақаттан, пақта егіліп келген бұрыннан да. Бірақ оның Чымбай несінде, волосында ол кәмірақ болады да, башқа нәрсе егілген. Жетмейді бұларға да. Мәне şu нәрсе болады, бұл жерде болады. Бұл нәрсені бұл Хиуа ханлығының әмі жер иелері әммесі ештеді, енді орысылар жерімізден тартып болады екен. Әмі орыстың бұқараларын көп кіргіз қойған болады бұл жерде. Жаңағыдай, ішінде көп, мысалы үшін Қоженің өзінде бір 20-ға жақын жаңағыдай нелер болғанда, Россиян қоралар бар. Қоралы Россиянке, бірақ бұл жерде бизнес қылады да, олар пұл қалады жаңағыдай. Біреу алады, біреу жаңағы керосин алып кеп сатады, біреу қант алып кеп сатады, біреу темір терсек қылышы бар. Біреулері жерлі болады. Мына şu жерлі болғандардың арасында ең үлкен жерлі Қожелді Аракел Сапаян істеген адам болған. Хәрәклібай дедім. Хәрәклібай. Бұл көп әмі нәрсе, пақта ішеген, жерен болған. Жері чамасы бұл адамның талаппен есепланады. Енді талаппен есепланғанда біздерді азы гектарға айналтыратын болсақ, бұл чамасы бір 10.000 гектарда жері болған. Қожелі бекілген 10.000 Қаразым бұяғында да бұл адамның өзіне қарашты. Бұлар қауіпсірейді. Енді алып қояды біздерді, азайтады. Енді Хиуа қалығында салық есеплау системасы башқачарақ болған. Ол жерлер бірінші түрге бөлінген, кадастр дейміз ғой, кадастр. Ала жер, адна жер деп деген группаларға бөлінген. Жері көп адамның салық төлеуі ансатырақ болған да, жері яқшы адамның. Ара жері аз адамларға қиырақ болған. Арасы парк көп емес та, үлкен емес. Шындай мәселелерім бар. Мұндан ташқары. Халықтың ішінде енді әмі біледі. Buraya жаңа қыздың уақияларым алақадар. Хиуа ханның шақси қоршылары орыс қазақтары болған. Олар халықта 3 жерге
askar kirgizib qo'ygan da. Xivaning o'zida bo'lgan, Yangi Urganchda bo'lgan, keyin Tashovuzda bo'lgan. Tashovuzda bir rota kazaklar bo'lgan da. Shu turi kerak, bular shu yig'iluvga bular aytadi, endi biz urush fuqarolarini qo'rqitayapmiz deydi. O'rislarning ta'sirine berib ketgan bu. Haddan tashqari berib ketgan. Hava Xiva xonning, shu Asfandiyar xonning başta reforma yürgüzüp bu kasalxona quradi, misol uchun odamlar bu ne olib keladi? Telegraf olib keladi, Xivaga quradi. Pochta xizmati joyiga qo'yadi. Bu yo'llar, ko'pirlar shu reforma qilib boshlaydi endi. Islom Xo'janing ta'sirida Xiva. Islom Xo'ja jadid bo'lgan. Islom Xo'ja endi jadidlarning boshlab beruvchisi bo'lgan. Jadidlar ruslarga jaqman. Endi bu 16-yil bo'lib o'tirgan bo'lsa, bizlar endi Xo'jaylining aloqasini aytaylik, shu narsaga, shu Islom Xo'janing ta'sirida bo'ladi, Muhammad Firuzning vaqtida bo'ladi. 1906-yilda Xo'jaylida birinchi jadid maktabi ochiladi. Jadid maktabi bu Avchanbiyning uyida ochiladi. Avchanbiyning. Ayni shu yili Qo'ratda jadid maktabi ochiladi. Bu hammasi shularning xizmatida. Yosh Xivalar degan partiya. Значит, Avchanbiy jadid bo'lgan ekan. Mana shu qiziq yeri Qo'ratdagi maktabda muallim bo'lib, O'zbekistonning birinchi xalq shoiri, xalq yozuvchi shoiri bu, shoir So'fizoda. Muhammad Sharif So'fizoda bo'ladi. 26-yil bu ne bo'lgan? Mana O'zbekistonda ikki odamga birovini xalq shoir, birovini xalq yozuvchi beriladi. Birovi Hamza, birovi bu. Hamza So'fizoda Qo'ratda ishlagan bo'lsa, maktabda, jadid maktabida Hamza Xo'jaylida yetimxonada bo'ldi. Yetimxonada. Mana shu O'zbekistonning unvon olgan ikki odami hammasi shu Xo'jayli Qo'ratning orasida bo'lgan odamlar. Shu yerda ko'rgan, shu yerda yashagan odamlarda ko'rgan. Bu yana aytib ketimiz kerak. Endi bu demak 6-yil jadid maktabi ochilgan bo'lsa, 9-yil 2-chi jadid maktabi ochiladi Xo'jaylida. Buga jadid maktabini ochuga Qazondagi Muhammadiya degan madrasa bor, katta madrasa. Mana shu madrasani bitirgan Ahmedov Yusuf degan odam keladi. Ozarbayjon odam bu. Men bu Ozarbayjonning qayerda tug'ilgan, qaysi viloyatda tug'ilgan, qayerda o'qigan, bu yerdagi maktabning hammasini joyini o'rnini aniqladim. Ozarbayjon posolstvosiga bir yozib berdim, sizlarning jadidlar bo'lgan ekan bu yerda deb. Bu odam keladi kimga 9-yilda. Avchanbiyga. Avchanbiy kelib, men jadid maktabi ochacakman deydi. O bar bizlarda jadid maktabi ishlab turib edi. Endi qalay bo'ladi desa, yo'q deydi, mening maktabim boshqacharoq bo'ladi deydi. Mening maktabimda qizlar ham o'qiydi deydi. Qizlar ham o'qiydi. Shuytib, alohida o'qilgan. Bolalar alohida endi alohida qana shuytib bu xon aytadi, biya aytadi, endi odamlar bilan o'ylashib, endi qala sen imorating bo'lishi kerak, bir ne'g'lu kerak, misol kun ko'ring bor. Deydi de adamlar kelib aytadi, onda bo'lsin deydi. Biz deydi Xo'jayli karvonsaroyining bir divanından deydi, bir divanını uzib shu yerdan 3 bölmeli maktab qurib beramiz deydi. Bir yanında qizlar o'qiydi, bir yanında bolalar o'qiydi, o'rtasida to'liq o'qiydi. Bunu bu Xo'jayli adamları yaxshi biladi. Bu qadimgi Qizil Maydonda Krasnoy ploshad degan yerimiz bor edi, shu yerdagi 3 tukon degan yerimiz bor. Mana shu 3 tukon Xo'jayli nesining karvonsaroyining mana divanına qurib 3 bölmeli joy shu Xo'jaylining xalqi ko'mak yo'li bilan qurib bergan nesi bo'lgan shu. Jadid maktabi bo'lgan. Onun men tuni borib ko'rdik, ikkovimiz biz tashlabdilar, birovi qolibdilar. Hech bo'lmasa buga bir tablechka asib qo'ydilar, jadid maktabi bo'ldi bu yerda degan ne bo'ldi. Ishqilib ne bilan Xo'jaylining nelari qo'zg'aladi. Biyleri ul İslam Xo'ja bo'lsin, buna shuni harakat, progressiv harakat, reaksiyon emasda, misol uchun hozir bu reforma bo'lsin, bu ne qilaylik bular? Ava xalqni savodli qilaylik, o'qitaylik bularni, orqada qolib ketganmiz. Haqiqatan ham Pashsha nesi Rossiyasi bular qo'lga olgandan keyin bularni hech o'sirga yo'l bermaganda, yo'l bermagan. Bu nafaqat u Pashsha Rossiyasi vaqtida. Mana bizning tarix ilmimiz, tarixiy ilmimiz var bu misal şu.
орыс совет тарихы. Совет тарихында үлкен біздердің Түркістан тарихында орын тұтқан Бартолов деген бір ғалым бар. Мына шу Бартолов деген адамның сочинение деген кітаплары шыққан Москвада 60-шы жыл шыққан кітабының 2-ші томында мен бетіне көшіріп қойыппын. Бұл айтады. Şu vaxtlarda айтады да енді кейін кітабына кірген. Bu adamlarga дейді, bu yerде мәхәлли адамларға. Орыстардың басып алған уақыты бар ғой, Түркістанды қошып завоевание дейді, басып алу. Басып алған уақытының хақындағы каяларды кіргізмеу керек бұлардың кітабына дейді. Оларға айтуға жол қоймау керек дейді. Олар бақа бермесін дейді ол нәрсеге. Орыс алымдар пажасы, орыс алымдар жазсын дейді. Бірақ дейді, бүйірдің алымдары жазмасын ол нәрсені дейді. Мына шunda запрет ішледі. Жақын-жақынға дейін ішледі да мына. Жақын-жақынға дейін. Sen misal үшін қара Әмір Темур туралы кітапты кім жазды? Бородин жазды misal үшін да. Ona Самарқанд асманда юлдыздар 3 том. Başka жол берген жоқ. Нәсіреддин hakkında, Қожа Нәсіреддин hakkında орысша жазды романларды да. Başkaları жол қойған жоқ та. Қазақтарда misal үшін мынау кейінгі Әбілқайыр ханы бар, олардың ана орысқа қосыламын деп. O туралы қалаған жаза бір дейді. Бірақ Кенесары туралы жазма дейді. Саған рұқсат жоқ. Şunday болып келді да. Тахиқ болған, шундай болып келді. Тарихты жартуға тахиқ болған. Тахиқ болған да. Мына темаларды қозғамайсың сен. Мысалы үшін, аз мен өзім пікірімді айтып кетейін. Бұл жерде Қожелі қозғалғаны бойынша, мысалы үшін, Аспандияр ханды бел ауруына не қылған, Москвадан ауру жұқтырып келген. Һәм şu жерде Қожелінің, şu жерде Қарақалпақстанның қызларын сол үшін өзіне алып 40 қызға үйленесің, одан кейін тәуір боласың деген сол үшін ені бұл жерде 2 қызды өлтіріп har күлі сол үшін өзінің уақытында бір қызды Қожелден алып кетіп қасаптың қызын әкетеді делінген жерлері бар. Бұл кітапта да бар, кейін Қожелі кітабында да бар оқығанман. Ені бұл жерде қызлар сол үшін қорыққан дейді ата-аналарды, қорқып өздерінің қызларын дарияның ар жағына өткізіп жіберу үшін нөкістер екен. Аударылып кетіп өлді, траурный күн болды, 3 күн деген жерлері бар да. Менің өзім пікірімді айтайын да. Бұл нәрселер, бұл уақиялар не қылып фитна есабында ханды жаман көрсету, ені şu жердегі ауызбіршілікті халықтың ауызбіршілігін бұзу мақсатында ішленген хилелер деп ойлаймын. Енді біріншіден ақыттанам бұл ханның сарайына қыз жеткеріп тұратын адамдар болған. Бұл баш министр лауазымдағы Баққалов, Мәтібақова Баққалов деген адам, бұл Ислам Қожаны өлтірген адамлардың біреуі шылар. Енді олда бірнеше группа болған ханның сарайында да. Ислам Қожаның группасы бар. Оған қаршы бұрынғы баш вәзирдің бұлан әлді болған баш вәзір Мәтмұрат. Шының балалары бар, Хұсайынбек тағы бір нәрсе деген. Онан кейін Баққаловлар деген үшеуі бар да. Әке Баққалов һәм бұның жиені бар. Мына шу адамлар ақырында шу Баққаловлар бұларды жоғатып, олар шығып алады да әлдіге. Именно шулар бұны Жүнайт-хан өлтіреді кейін, әмі жазасын береді да. Әмі нәрсе башында тұрғаннан белгілі болды да. Бұл енді анық жаңағы Аспандияр ханды бұл Колосовскийдің ойлары деп отырман ғой енді. Ойыны. Мына шу халықтың арасында умман бұл жүрдісе тұрды бұл орыстарға умман ешқандай халық менен ханның арасы бұзық болу керек та, бұзық болу керек. Бұның енді ханды жаман көрсету керек. Ханды жаңағыдай хақиқатта реально құрдан құр жаман көрмейді ғой. Бұға жаңағыдай жолдарды үйретеді. Бұл бірінші конфликт неден башталады? Ислам Қожа менен бірінші конфликт. Өлтірілу өзінің қайнатасы. Мысалы үшін қазір бүгінгі күнде Әуез Қожаны өлтіруге не керегі бар деймін да. Мысалы үшін Аспандияр дайыл жиен болған деген малыматтар. Шындай. Қамақтан қашып келгеннен кейін оны өлтірмей қойған да Аспандиярға. Олар дайы жұрт да. Бұлар жиен. Әуезбейлер жиен болады. Мұртаза бейен жиен болады да. 8-ші бұл. Просто Орта Азияда шу келісмеушілікті келтіріп шығару и хан өзінің контроллай алмай қалғаннан кейін бұл Баққалық, башқа қолындағы нелері
bilgani qilgan bo'lishi mumkin. Islom Xo'ja bilan Isfandiyarxon shu 13-yilda kim Isfandiyarxon жаңа Nurlabay sarayının arkasında bir eyşxana quraman degan bir şu pul alaman 30 necha ming tilla jumshiyman shuga degan masalasida tartishib qoladi. Tartışıp juda qattiq bo'ladi. Islom Xo'ja aytadi, davlat pul yetmaydi. U bosh vazir endi. U katta vazir, vaziri azam degan bir deb beradilar-da, u alohida bir o'zine. Va shu vazir aytadi, pul yo'q deydi bunday nelarga, bunday imoratlarga deydi. Bunday boshqa zarur ishlarga, davlatning zarur ishlarida kerak desa, aytadi, u sen aytganni qilmaysan meni. Men seni o'ldiraman degan kishi boradi-da. Yo'q bo'lmasa men xon emasman deydi, seni o'ldirmasam deydi. Shuga deyim boradi. Şuna qaraganda endi keyinchalik bu yerga yana jag'i keyin buning o'rnina bosh vazir bo'lатын jag'i baqqalqlar semiyasidan kelamiz-da, aka-uka ham jiyani bor-da, bularning Abdullajon degan jiyani bor. Shu uchovi Islom Xo'janing o'ltiruvida asosiy jag'i ne aytdilar shular bo'lib chiqib turibdi. Endi tasdiqlagan yo'q, biroq hamma voqealarning nesi bir-biri rivoji, bir-biri baylanuvi, imенно shu odamlar shu yollanma qatlning arkasida. Biroq endi bularning arkasida kim turibdi desa, bularning arkasida yana Kolosovskiy borda qolib turibdi. O'rislar. Ha, anak. Bularning maqsad ne bo'lgan? Maqsad ne bo'lgan? Islom Xo'ja ko'p xonliqni rivojlantiruvchi ko'p ishlar qilyapti. Mana shu maktablar bo'lsin, boshqa ishlar bo'lsin, shu endi shu mana nelarga-da, uni progressning keluvi, birinchi fotograflarning keluvi, misol uchun kimning qulay bergan Devonovning bular bilan borib olib qaytadi o'sha. Eng birinchi fotograf Xorazmdan chiqqan. Nemislar bilan aloqasi, Miyanit nemislarda ko'p foydalanishadi, Miyanit nemislar. Nemislar bilan aloqasi. Miyanit nemislarning orasida jag'i bir odam bo'lgan, bu odam xalqqa kerak uskunalarda, kerak nelerde to'g'ri Germaniyadan olib kelib turgan. Nemislarning firma, bu Rossiyaning firmalarini olmagan, to'g'ri nemislar bilan shu qilganda. Undan keyin Devonovning nesi ustozam Panarboğa degan, Panner degan odam, muallim ham birinchi fotograf üretken, fotografiyani üretken adam shu. Bizning xo'jalikchilar bilish kerak. Bu Xudo bergan Devonov ham bizning xo'jalikda tug'ilgan. Atası Xiva xonlig'iga qarashli yerlarning boshqaruvchisi bo'lgan. Bu yerda shu vaqtda xo'jalikda yashab yurgan vaqtda shu yerda tug'ilib, keyin balalar vaqtida shu yoqqa qaytib ketganda. Demak, birinchi fotograf ham birinchi fotografdan bizga aloqasi bor. Ham bu oldingi xo'jalikning tarixini yozgan odamlar, Xorazmning eng kuchli tarixchilari kimlar misol uchun? Xorazmning eng kuchli tarixchi Munis, Agaxiy. Bu Agaxiy Munis'in ukasının balası. Bu ukası bala ko'rganin Munis'in Xo'jalikda jatgan vaqtida kelib aytadi, ukasi Xo'jalik kelib aytadi-da. Sababi anasi bu yerdan bo'lgan, Nayman bo'lgan, anasi Xo'jalik xonasining Naymani bo'lgan. O'zi kelib chiqib bulardan. Bu avlod bir avlod qo'yildi. Bu Xo'jalikning yuzlaridan bo'lgan. Bu o'zining kitobida 100 degan Xo'jalikning mana tarkibida 100 degan urug' bo'lgan, mana shu yuzlardan bo'lgan. Başka bir yaxşı bunların meselesi cağdaydı. Şimdi bizler şu qo'zg'alma meselesine qaytaylik. Qo'zg'alma meselesine. Kız voqeasidan bo'ldi degan hamma yerda shu voqea, misol uchun yanvar oyida imенно shu qiz olib ketildi. Shu yerdan Xo'jalikdan ham uning o'lisi qaytarib berdi bir necha kundan keyin. Va u qiz zaharlanib o'ltirdi. Endi xon zaharlov bu boshqa iloji yo'q. Ham yashirib olib kelib ketdi deydi. Agar xonni o'ltirgan bo'lsa, hammaga ko'rsatib, mana qizim bunday bo'lsa, shu o'ltirdi deb jazosini ko'rsatib aytar edi. Buni bir mantiqqa kelmaydi bu narsa. Demak, buni xonga keltirmagan, ha? Ikkinchidan xonni emas, birinchi zaharlab o'ltirgan, shu yoqda значит birovni jag'iday o'yin bo'lgan bu yerda. Endi asosiy maqsad aytganda Kolosovskiyning fitnasi ne bo'lgan? Xalqqa yomon ko'rsatuv, xonni yomon ko'rsatuv kerak. Xalqni bir-biriga qarshi. Endi xalqning ichida turli tayfalar bor. Misol uchun turkmenlar bor, o'zbeklar bor, qaraqalpoqlar bor, qozoqlar bor. Biri-birine qayrav kerak-da ularda, biri-birine qayrav kerak. Endi shu narsa uchun bu 2 yilda xondan olgan parasının o'zi bu 16 yılın oktyabrında
Orus hükümeti ayıplıydı bunu Kolosovski'yi. Parakorlukka şu adamlardan para aldın sen. Emin Han'dan aldın deyip de Han'dan algan parasının özü 200 bin rubl aldın. Şu vaxtda aytып atırım ama bu bir neçe milyon dollar pul болады da hazır pulga. Katta pul bolgan da bu 200. Handan para algan. Han'ın özünden algan parası 200 bin dep koyulgan. Bu şunun 187 bin moyundan aladı. Ben aldım 187 bin aldım deydi. Tasavvur bu dahşat pul da bular da dahşat pul. Endi başka qala hakimlerinden bu bütün şunday bolgan ki şu başta bir-birinden yığıl. Halklarda bir-birine qarşı koyuyor. Kayra. Endi qara. Bir ortada yine Han'dı Peterburg'da da jaman ko'rsatacak bular. Bu yo şunday deydi bu bundan. Sizden yolda hürmet etmeyen sizden deydi de. Hürmet etme. Özü kelse men Paşa'nın deydi, Paşa'nın Peterburg'un. Bu yerde koygan vekilimen deydi. Men aytkanды kim kurmamı mümkün bu yerde deydi de. Paşa. Oşa ikinci Han. Şunday gap hammasi bar hujjatlangan narsalar ularning barlig'i da. Dokumentlari bor. Bu yerdagi voqealarning tubida endi жаңа qiz voqeasidan emas degan fikrni aytishimiz kerak bu yerda. Qiz voqeasi bo'lgan avvalda. Bo'lgan жаңа baqaltlarning bittasi sababidan qiz tashilib turgan. Hem bu жаңағы oruslar bilan jinolanib o'sha yoqda tez kelib turadi Kolosovskiy area 4 yil yaqin bu telegrafdan bu orus askarlarini saqlovdan pulan bari Hanning mo'yinida. Telegrafdan mo'yini. Shu yoqda telegrafga xizmat etadigan odamlar bor u 4 yilda o'tirgan. Petrosiya. Uning pullari oylig'ini bu beradi, xalq hisobidan beradi. O'zlarining hisobidan bir tiyin qilmagan bular. Hech narsa qilmaganda. Bularga qurdirgan bo'lsa pul to'laysan. Sizlarga xizmat etdim ular. Onun xarajatları ham bor da, arxivning dokumentlari hammasi bor. Prosta arxivning dokumentlarini ko'rib, bir-birini qiyoslab, yig'ib o'rganish kerak da bu narsalarni hammasini. Agar bu 16-yilda Xo'jayli voqeasi bu Hanning Xo'jaylidan qizab ketuvi sababchi bo'ldi desak, bu asosiy sabab bo'lmay chiqadi-da, ular emas bo'lib chiqadi. Buni qiz voqeasi ham bo'lgan. Mögedek arba degan bo'lgan. Mögedek arba bo'lgan, Men bir she'rlarimda kirgizganman uni. Mögedek arbalar yeri sinmadi, zalimlarning beli yeri sinmadi degan bir she'rlarim bor men shu o'cha boshlagan she'rlarda. Shunda shu aytganman mögedek arba degan. Bular kelib turgan, haqiqatan bo'lgan, ya baqqallar, bosh ministr vaqtda. Bosh ministr arkasında Kolosovskiy tuttu. Keyingi Cüneyt Han bilan bağlanışlı voqealarda da Cüneyt Han xat yazadi bu baqqalga da şu keyin fevral ayının axirlarında xat yazgan vaqtida Kolosovskiy aytib turib yozdiradi o'g'ani javobni. Jaga, o'zi aytib turib. Cüneyt Han aytib turib yozdiradi. Sen deydi, bunday javob yozsan deydi-da. O'zi. Şunun qo'lida bunu Han'ni qo'rchaq qiluvga budan foydalangan-da. Baqqaldan foydalangan. Baqqallar semasida. Shuning uchun bu endi baqqal masalasini qaytamiz yaxshi. Qaytamiz. Nechun bu qizlar emas deb o'tirganimiz sababi bu qiz voqeasidan yanvar oyidan 1 oy burun 15-yilning dekabr oyida Xo'jaylining katqudalari nelari hozir aytaman kimlar ekanini 1915-yilning 26-dekabrida Xo'jayli katqudalaridan deydi Qutlumurat Inaq, Abdulla Bek, Atajon Mayib, Xudoybergan ağa, Xudoybergan devon bo'lishi kerak bu. Devon Yaqubbek hamda Xo'jayli ishonlari, bu vaqtda Asamadiy ishonning boshlig'ida ishonlar o'zlarining nomidan ham o'zlarining nomidan da ham Gurlan, Qiyat, Shaqobat, Manaq, Tashavvuz, Mang'it va Qipchoq katqudalari ham ulamalari nomidan ulug'larning nomidan ularning atidan barcha katta kichik Xorazmliklar jamoasina, Xivalar jamoasina da Xiva xonlig'idagi hamma odamlarga katta kichik deb murojaatnoma beradi bular. Bular murojaatnomasida bunday deydi. Hammadan tezda Mang'itga Hazrat Muhammad Yusuf Eshon huzuruna deydi. Muhammad Yusuf huzuruna yetib kelishleri so'ydi. Şu kelinglar deydi.
Eli kız vakiyesi bo'lgan yo'q. Bo'lmadi. Eli adamlar ko'chaga chiqib, o'lchamiga borib bu qizni bir shishik degan yo'q. Bular dekabr oyida. Men shuncha adam qo'l qo'yib, butun Xorazm xalqiga yana qarada qancha yer bor meniki. Xorazmni katta. Mana o'zlarining atidan emas bu. Gullan bor, Qiyat bor, Qiyat. Shaqovat bor, Malaq bor, Malaq. Malaqda ham adini bekligi bo'lganda, Tashovuz bor, Mang'it bor, Qipchoq bor. Hammasi qo'shilib bular. Hammaning atidan yozgan. Mana shu odamlar qo'l qo'ygan shu aslida. Demak, bunda qanday ish chiqadi? Agar bu qo'zg'alan xo'jalik qo'zg'alani qonning xalqdan qizala birgandan kelib chiqdi desa, bu juda bir oddiy voqea bo'lib qoladi-da, oddiy voqea bo'lib qoladi. Ham adamlar o'zini bekarga shunday bir narsa bilan ne qilgan bo'lib qoladi. Buni chuqurroq qaraysin bo'lsa, agar chuqurroq qaraysin bo'lsa, bular haqiqatan ham mana shu o'rislarning qilib o'tirgan fitnasini, qonning xo'rchoqqa aylanib qolganini, ularning Xorazm xalqining nesini ichki ishlarına aralashib, hamma ulasini qo'lini olib, ana shu Kolosovskiylarning mana shularning emin ispaniyliklar var bu endi shuni qilib yurgan baqqallar var bu. Sarayda. Mana shularning qilib yurgan ishlarini norozilik sifatida. Endi sen buni boshqaramaysan. Sen buna vaziring unday adam misol uchun. Arqanda turgan joy Kolosovskiy bunday adam. Sen bir törelerden birine ber buna yani memlekette boshqaruvni degan talab bo'lgan bularda. O kelishim bo'lgan. Bular o'zini o'zi chiqasin zaten şu talab evvelden bularda ishki bir ne bo'lgan, o'y bo'lgan. Ham shuga biltirma şu adamning Mang'itda masjid qurilib keldimi? Muhammad Eshon degan. U ham zo'r masjid qurdilar bu. Eshon boboning shogirdi bo'lgan. Şunun uyuna kelishgan. Sen xo'jalikka kelib bu yoqqa qaytib kelolmaydi bu yoqda. Ko'pisi u yoqning adamlari da. Ana şu yo'lga shu kelinlar shu yerda jinoyatchi hammamiz birga chiqamiz. Shu borib aytamiz talabimizda. Butun mana shuncha beklari, biylari, misol qaralarning ham ulamaları hammasi turibdi-da, borib xalq bilan birga borib aytib o'tir. Men shunday talab qo'yamiz degan kelishim bo'lganda bularda. Palajaga jinoyat borib shu yerga. Qo'zg'algan emas, prosta talab qo'yu. Talab qo'yu, bularning talabi siyosiy talab. Siyosiy talab qo'yadi. Siyosiy talab. Ya turtki bo'lgan voqea ana bir olan var, yo'q emas. U qiz voqeasi ham bor. Biroq endi quruq qiz voqeasidan chiqdi desa, bu oddiy bo'lib qoladi. Qiz voqeasi turtki bo'lgan. Shuning uchun ham buni bu Kolosovskiyning qiziqlari ko'p. Bu o'zining fitnasidan bu misol uchun 20-yanvarda yo'lga chiqdi bular. 20-yanvarda. Bir kundan keyin Xivada xabardor bo'ldi-da, Xivada adamlar. Sırası Kolosovskiyga xabar berdik. 20-yanvar kuni Kolosovskiy xat yozadi. Nega? Telegram beradi. Kuropatkin shu vaqtda Toshkentga keldi. U telegram ham bor-da. Xo'jayinning deydi 300 o'zbegi Rossiya qo'shiluv uchun kelgandir deydi. Qo'shiluv uchun deydi. Bizlarda Xiva xalqida bizar bo'lar deydi-da, bizga qo'shiluv uchun kelgandir deydi. Qo'shiluv uchun. Mana shu ne var? 300 o'zbek iskaji deydi-da, ne deydi? Aristokrat. 300 adam chiqadi. 300 adam. 300 bu ishini shu yutib borganda. Keyin o'zgartirib to'ndi. Keyin oxirida aytadi. Oxirida yana telegram yozadi. Bu deydi. Bu voqea deydi. Bu deydi Xiva xonga qarshi emas, Rossiyaga qarshi chiqdi bular. Rossiyaga qarshi qo'zg'aldi degan gapni Kolosovskiy o'zi aytib qo'ydi oxir sonunda. Endi ular voqealarni ko'radi, u tergov yurgizadi. Hujjatlarda bormi? Bor shu gaplar hammasi. Telegramlar bor oxir. Telegramlar bor. Demak, yana biz 100% haqlimiz shu narsaga. Bu milliy ozodlik nesi bo'ldi? Ya'ni Rus Xorazmda. 100%. Agar qiz faktidan boshlanib desak, udan burun xat ketib turgan hamma yerga, udan burun bu xatni yozmasdan burun necha aylab kelishgan bular bir-birini. Hakimlar, ulamalarda o'ylashilgan hammasida, o'ylashilgan. Mana shu xat bor. Bu turibdi bular arxivda. Shuni endi shu mana 16 yillik voqeani baholovda shu pozitsiyadan kelib chiqishimiz kerak-da. Ondan keyin bu ata-bobomiz bir ne bo'lsa shu bo'lsin deb yurgan odamlar emas ekan. Bularning qoni bekor to'g'ilmabdi, bularning joni bekor ketmabdi. Xalqning bir ozodligi uchun milliy ozodlik. Haqiqiy jadidlar bo'lgan ekan. O'rslarga
Ипрезин жаңағы. Енді мәйді şu bir adamның несінде фитненің әммәсі қылып жүрген Колосовский, оны жаңағы баққалып тауып алады, баққалып қанды не қылады, ортаға не салады. Оның арасында елі бұны бұяқта жаңағы бұдан алды болған Ликошин, Самарқанның несі. Комиссия келеді ғой енді түркменлердің, көнерген түркменлердің, көлі түркменлердің, көлі йомытлар дейді бұны. Көлі йомытлар, көлі йомытлардың қозғаланына келеді, наразылық енді айтып. Енді олардан талабы дұрыс болған, енді су бармай қалған да, су бармай қалған. Дариялыққа су бармай қалды, су азайып қалды. Егін десе су бармайды, әліндегілер ап қоя береді. Мына жерлердің көбісін, бұларға баратын жерлердің көбісін. Біләз қарада, мысал үшін Қатеп жатты. Мына берден шықты Қатеп. Қатеп бұрынғы Қатеп совхоздан өтеді, қарағанда Амудария деп айтқан немізден кетеді. Мына şu Қатеп, Амудария жерлерінің әммәсі Шикабрата мәчітінің жерлері де, вапық жерлері де. Мына şu жері болмаған адамлар бұны арендаға алып, şu жерде іштегенлер. Көп, мына қазақ мәчіт деген şu жерде, қазақтардың мәчіті де. Мына Шикабрата дегенлер бар, Шикабрата қазақлар деген ба, Шикабрата. Шикабрата бұл Нәжімінің Құбыраңы дейсі да, Нәжімінің Құбыраңы мақбарасы бар жаңа неде, көнеде. Шуға қаражетіне жер беріп қойған да мынандай бақыр. Шöyle іштегенлер. Енді бұлар не қылған? Бұл түркменлер не қылады? Бұлар өчін бұлардан ат башыйды. Қазақтардан, өзбектердің судың башында отырғанлардан. Çıgırların bızıp taşıydı bana. Su kötüren çıgırlar var bu. Yegin. Hamması atmaya keledi, bızıp taşıp biteveredi bu kadar. Bızıp taşıp biteveredi. Türkmenler ha? Hava Türkmenler. Hep su var mı yadır? Yıkansın koyduk ulacı yok. Bunlar niçin verdi aydılar? Bize alakada cevap ver, gözlerimiz tazarlayık, gözlerimiz yok. Türkmenler şunu da talep koydu da. Yani şunu tınıştığın uğruna Kolosovski gelip bunlar da cazalan, katı cazalan, gözün korkutup koyun, kayıtıp uğruna kelmesin diye talep koyadı. Ondan keyin bu Türkmenler bu bir ayda, 2 ayda tınçıgan yok bu. 13. yıl boğan olsa 14. yıl şu devam etti de bunların nesi. Külü Türkmenlerдің қозғаланы. Bunların қозғалғаны da şundan değil. Bu övücalları жібереді. Övücalғанdan keyin o yaqtan komissiya жібереді de Likoşinlar nelerdi. Bunlar tınçılıp gidеді. Şunu kelip kelişip енді болды mınандай qılamız, mınандай reform muğatır sizlerдің cevabınız әдені болады qılamı. Keyin bu Türkmenlerin talep qanday болады? Şu cevap bizlerdeki bolsun. Özlerimiz tazalayımız, kaçan kazı kılamız bizler belgileyimiz degen. Özlerimiz belgileyik. Özlerimiz kelişip şu cevap saklayımız bizler degen de. Özler için. Ava, bunun endi kanından, aneftan ne geledi? Kazığa çıksın, pelen günden başlap deydi. Şunu hemen kazı kıladı, 11 günlük işlep veriyor. Bunlar da canı, bir yanı dursun talep koygan da. Bırak. Şunu tınçtığın uğruna, şuna desen uğruna kerosin sevip canın üstüne Kolosovski ya? Ha, Kolosovski. Bunu kanının özüne algan nesi misal üçün 200 bin rublga bakalan o şu vaxtda. Bu 20 milyon dollarga Türkiye bu. Bu yeni başkalardan algan neleri, başkalardan. Bu kuru kanının bir özüne algan da bu para kılıp da misal üçün bunlarda. Şunun 187 bin moyundan alıp koydu bu. 16 yılda oktyabr ayında bunun üstünden diye de kozgaladı da şu para korup kayıtladı. Bu Likoşin'de ayıptar kalacak buladı. Meni eldinge kılıp ketti bunu deydi de şunu ne kılıp yürgelinden deydi. Keyin Likoşin'in Türkistan general gubernatörü yazgan nesi var, katı var, объяснители var şu meseleler boyunca da. Menin vaktimde onday nesel hiç boğan yok. Men normalde tapşırıp hemen tınç edi. Men kelişip ketibeydim bular menen. Bu keyin bargandan keyin avjap ketdi buna sizler. Dep koygan neleri var da. Şulardan qarau gerek. Men jagı demek bu Kolosovski'nin maksadı fitne tarqatıp bu yerdagi xalqlarni bir-birine qarshi gijgizlab qo'ydi. Shunday. Gijgizlab. Birovga jomon ko'rsatdi, iki o'rtada o'zining foydasini ishlaydi, misol uchun. Aytib men Xiyoxonni Petrovka jomon ko'rsatdi shaq. Mana shu deydi bu turli yo'llar fitna qilib yuribdi, bu qurib yurgan yo'q deydi-da. Galishini yozib o'tirgan shunday qilib. Qanga kelib aytadi, Turkistonning general gubernatori seni bunday qilib oladi, deydi. Sendan birisi temas, ava. Xullas nima aytib
anadan pul aladi, manadan Bu endi bulan eldingi neler var? Rusya'nın vayni ministri, harbiy ministri Rusya'nın. Endi qara da bunu evvel İslam Hoca'nın ölümünü handan görmek için, görmek için 400 bin rubl para aldı. 400 bin rubl. Bolmasa değil sen de göremiz dedi bunu. Sen başımına cevap verirsin. Sen bunu Akbaşçı'ya geldinler o dedi buraya geldi. O tasdiklap bergen adam dedi. O bizlerden adam etti. Tamam sağ olsun. Şimdi mi? Bırak özleri götürüp tuttu. İzinde öldüler de özler tuttu. Onlar İslam Hoca'yı öldürmese bu muydu? Ama Kolosovski'ye kerek emas adam. Şuytup oturup yine bu korku etmesin deyip bundan yine para alıp atar kaldı korkusu da 400 bin rubl. Mesela olsa mı? Bu dahşet pullar ketken de böyle. Dahşet pullar. Kala kim göredi ondan keyin de. Beylerden misal üçün qamoqqa alınığı boyunca. Endi bular bardı. Bargandan keyin men endi bu yerda Atajon Töre'nin uyi deb yozganman. Qarlar shunday deb aytib edi. O'zi asli Rahmanqul Töre ekan. Rahmanqul Töre'nin Anaq Töre deb aytadi ekan buni. Anaq Töre'nin uyuna tushadilar. Kim Avşembi aytadi, bu adamın uyuna tushgan sebebimiz deydi. Bu Hasameddin ishon bilan yaxshi ekan deydi-da, yaxshi ekan deydi. Yaxshi ekan deydi. Shuning uchun şunun uyuna tushdik deydi. Şunun uyuna tushib o'tirganda bularga hozir aytaman bir ofitser keladi. Galashevskiy degan polkovnik keladi. Alan joyda Kolosovskiyning joyidan Galashevskiyda. Mana shu Galashevskiy aytadi. Sizler deydi Kolosovskiy deydi, sizlerge deydi qaytinglar tarqalib deb aytadi. Bo'lmasa jazolayman deb aytib atadi deydi-da. Şimdi bular aytadi, bu deydi yeri deydi bizlerge hüküm etmeydi bunun deydi. Bizler Rusya'nın Xorazm emasmız bu Xorazm bu deydi da. Yeri Rus hükümetinin nesine ötken yok qo'l ötken yok degan javob beradilar bu. Şutup aytib bar deydi oğa deydi da. Oğa deydi. Siz Xorazmmiz deydi. Ha, biz bu devlet alakadar devlet deydi. O biz bu Kolosovskiy'nin buyruğu ötmüyor bizge deydi. Bu yeri Xorazm müstakil devlet koluydu da. Значит, o'zlari ishongan, ha? Şu yetensine kelip bir kun so'roq deb keladi bularga. Şu nede? Bularda evveli Xivada qaşında jag'i Palonjatning bu yag'ında oruslarga kazarma qurib qo'yibdi. Shu kazarmaga borib qolmaydilar. Bu askarlarning kazarmasına. Kazarmada 2 kun doпрос qiladi. Xalqning nesine qazidanga tashamaydilar. 2 kun doпрос qiladi. Shu yerdan 7 odamni olib ketadilar. Mang'itdan Dalg'abek degan bor, Rahmanqul bor. Ondan keyin Xo'jayldan o'zi Avshembiylar bor. Olib ketadi. Bularni qana ne maqsadda sizlar bunday qilibsiz degan nesini aytadi. Shu vaqtda Avshembiyning nesi var, pakazaniyasi vardı. Hozir pakazaniyasida bu yerda muhim zotlar vardı. O'zxo'ja aytadi, men deydi 15 yildan beri deydi şu lavazımda Xo'jaylning beyi bo'lib xizmat berdim. 15 yil emas, negiz 25 yil bu yerda mexaniskat var. 90-yılı bo'lgan bu 1890'da 1890'da bo'lganini mana şu arxiv material dokumentlarida shu tuttu hammasi. Bu mexaniskat ketganda bu yerda 25 o'rniga 15 yozib berganlar. Lavozimda xizmat qilganman deydi. Xo'jayli shahri va Xo'jayli hokimligi qo'shni turkman urug'laridan deydi turli jabr sitamlar ko'rib keldi deydi. Shu vaqtdan beri deydi-da, 15 yildan beri deydi. Türkmenlerden deydi. Mesela yer, su meselesi var mı öyle? Su meselesi. Sistemi ko'rib keldi deydi. Ayniqsa deydi, ularda o'tgan yılı bo'lib o'tgan tersizliklerden keyin bu 15. yılda da 13. yılda başlangan bu narsalar. Ne misal üçün? Köylü Türkmen, köylü umutlardan neyse de. O'tgan yılı tersizlerden keyin deydi, ularning zulmü aşıp ketdi bizlarga deydi-da. Xo'jayli xalqına deydi. Ha, şu Türkmenler endi o'ylama o'ta kelasi ishing bilan shug'ullansam, yegingni yegasan, boshqa savdoni qilasan, ular bo'lsa 5-6 atlı keladi-da, bir chetini chovib olib ketaveradi-da, mana deydi-da. Buzib olib ketaveradi. Ha. Bu hakkında deydi, bu hakkında, bu turali. Xonning amaldorlarına ataylab aytmaydi, baqqalning atini ataylab.
Aytmaydi, ha? Ha, bular o'zi bu hakimlarning hammasi, qarshi chiqqan hakimlarning hammasi asosiy narsa qayerdan kelgan bilib turibdi bularda. Kim qanday yo'l bilan ne qilib o'tirganda, buni ja Baqqalpning ta'sirida shu, Baqqalp bo'lsa u Aryaqning kimning Kolosovskiyning ta'sirida. Mana shu hammasini bilib turibdi. Bu yerda aytaylik, so'rov bilib turibdi, o'rslar so'rov doпрос qilib o'tirdi. U esa o'ynamaydi. Xalq qiynalib qoldi. Xalq qiynalib qoldi. Endi shunday aytadi bu. Hammamiz deydi, Xivaga borayotganda deydi, xonning o'zi Xivaga boraylik. Bizni xonning o'zi himoya qilsin. Bizlardan, nelerden de bunlardan ishini himoya qilsin degan talabni qo'ydi deydi. Bizning xalqimiz deydi-da, xalqimiz qo'ydi deydi. Xo'jayli ishonlari ham shufurni ma'qul ko'rdilar deydi. Ishonlar ham qo'shildi. Demak, qo'zg'alan emas bu, xat ma'qul ko'rdi. Shu talabnomani qo'ydi, ma'qul ko'rdi deydi. Men ham xalq bilan birga keldim deydi. Nechun keldi? Bu o'rslarga berib o'tirgan javobi. Endi bu yerda yana juda bir qiziq bizga savol beradigan zot bor. Kelayotganda yo'lda bir necha odam bilan biz Cüneytxonga uchrashib maqsadimizni aytdik deydi. Cüneytxonga uchrashib. Sababi deydi, ular bizlar Türkmenlerden jalib qilib barsak deydi, bular Türkmenlerden. Bu Cüneytxon yomut qo'yildi, yomutlarning sardori. Bu xafa bo'lishi mumkin edi. Shu tushuntirib aytdik maqsadimiz deydi-da. Negizinde bu yerda boshqa narsa bo'lganda bu yerda. Bular endi aslında xalq ko'pisi Mang'isga qarab yuraveradi, ya'ni kimning qashina, Muhammad Yusuf Eshonning qashina bular bir 4 adam bo'lib nega boradi. Buni keyin Cüneytxon ham aytadi. 4 adam bo'lib taxtaga boradi. Cüneytxonga boradi. Hakimlarni Cüneytxon o'zi kutadi, ulamalar bo'lsa Xanishon kutadi. Xanishon bu Cüneytxonning piri endi, piri. Ular shu o'tirib maqsadni nesini aytadilar-da bular. Bizlar endi qanday qilishimiz kerak? Bu endi shu qizdan emas, bunday masala emas bu yerda. Boshqa masala. Bu yerda mana shuncha tayyorlik bo'ldi, shuncha hakimlar bilan kelishildi. Bularning maqsadi aytildi. Bularning endi orqasida kimlar turganini, qanday o'zgartirish kerak ekan, bu siyosat bo'lmaydi. Bu tatib olmadı. Rossiya jutu jiberiyotir. Hamma narsani oldi bular qo'lida. Shuning orasida misol uchun dinimiz ham buzilyapti misol uchun. Dinimiz boshqa narsalar degan aytib tushuntirilgan bu yerda. Şuytup aytadı, bu yerda Cüneytxon shuni ma'qul ko'rdi deydi. Ham deydi, bizlarga o'zining ishonchli odamini qo'shdi. Undan keyin Xanishonning 2 bolasini qo'shib berdi bizlarga. Qo'shib berdi deydi. Buni keyin Cüneytxon ham o'zi tasdiqlaydi. Keyin Cüneytxon bu voqealardan arxiv hujjatlaridami? Arxivda. Bu voqealardan keyin kim Cüneytxon baş vezirge xat yazadi. Şu xatni aytadi. O adamlar meni qonag'im etdi deydi. Men shuning uchun shularning gapini ishonganim uchun shularni adamlar qo'shib berdim. Sizlar de qamoqqa qo'yishdilar deydi-da. Bu adamlarning aybi yo'q deydi. Bo'shading ular deydi-da. Keyin bular qamoqqa qo'ygandan keyin. Bu ikinci etap degan narsada. Biz hozir shu kelib chiqadigan xo'jalik qo'zg'algan kelib chiqu sabablarini quruq qizga baylamau kerak. U olan bor, biroq asosiy masala hammasi жаңағы o'rslarning Kolosovskiy orqali qilib, buni Baqqalpni ishga solib, жаңағы xonni ishga solib, xalqqa o'tkazib o'tirgan жаңағы nesida, zulmi ham o'zi bu 13-yilda qaralgan Rossiyaning kollegasida da Xiva xonligini umuman tugatdi-da, buni yo'q qildi. Tugatdi. Bayana qozoqlarning xonlari ne qildi axir? Qani qo'shib olgandan keyin töre hajiga bölüp koydular bunu. Ahırında 1839 yılda olam joğatısın diye kara çıktı da. Joğatısın bunlardı. Premoy administrasiya orçlardan boladı. Ondan keyin Kenesarılar neler çıktı da. O nege onday deyip de. Bu yerda da şu maksat. Başta bir konüktürü aldı. Endi biratalar bunu jokladı. Öyle qo'rqanligini joq qilib yubordi. Bu bulam joq qilib yubordi. Niyat shunday bo'lganda o'zi niyasi.
Bu şu yerge tushib turibdi bu narsalarning hammasi. Mana bizning xo'jalik odamlarning asli maqsad xonni yomon ko'rsatuv, bu yerda xalqlarni bir-biriga qarshi. endi ular xonga aytadi. To'ra ko'p u vaqtda, to'ralar ko'p. Ularning urug'lari ko'p bo'lmasa shu mana shu to'ralarda ma'qul ko'rgan odam barcha, yomasa shuning birini qo'yib o'rniga. Sağa qaraganda mustaqil ishlab beradigan odamdik. Sen batib ketding o'zida, batib ketding. Bular boshlagan vaqtida yaxshi boshlaydi reformalarni nelar. 1-2 yilga kuch yetadi, har yoqda o'sha buzib ketadi. Hamma Islom xo'jayini o'ltirilgan balashda bu narsalar bor. Shunday narsalar. Shunday baholamiz kerak bo'ladi. Жаңа айтып отырған неміз mantiq, logika salsak. Mana misol uchun bu yerda shu bir yerga yozib qo'yibdi-ku kitoblarda, mana shu Qo'jayildan bulardan qochib, qondan qochib Xo'jayinning qizlari nega daryodan o'tajak bo'ldi? 16сы bir qayiqqa o'tirdi, 4-ü bir qayiqqa o'tirdi. Shu bilan 16 qayiqqa o'tirgan qizlar o'tirgan qayiq ag'darilib ketdi, qizlar cho'kib ketdi shu yerga. deb aytadi. Biroq buning bekorlikdan bir narsa bor-da. Xo'jayinning xalqi mana daryoda qiz ketgan degan yer qayerda? Yo'q. Qiz ketgan jo'q, yo'q, bu cho'qarmizda. Qiz ketgan kanal boshlangan yeri. Buyoqda u Taqadashning jo'g'arisi. Taqadashning jo'g'arisi aytadi. Xo'jayli odamlari u yoqqa borib qayiqqa o'tirgan. Mana bu yerda Sallijaga Prishtin o'zimizda. Mana shu yerdan o'tadi, daryodan o'tadi bo'lsa. Birinchidan. U yoqqa qarab yuzib, bu yoqdan qayiq ag'darilib yurmaydi axir. Yurmaydi. Bu qizlar bu voqea bo'lgan, Bu Turkmenlardan qo'shib Naymanlar, shu qadim o'zimizning Taqadashning qarshısındagi Naymanlar. Naymanlarda bunday ne var-da? Bo'laklarlar bor-da. Naymanlarning Jilallısı var. Hem Çatlısı var. Çatlı Naymanlar, Jilallı Naymanlar. Şunu? O tamgası şunday-da. Tamgası bilan çatqa o'xshaytib bo'lsa Çatlı deydi, tamgası Jilanga o'xshaytib bo'lsa malla qo'yadi, Jilallı deydi-da buni. Jilallı bari shu Naymanlarning. Şunun bo'laklarda mana shu nelarda daryoning har yog'idan o'tib diqanchilik qiladigan Naymanlar bo'lgan. Diqanchilik qilib yurgan. Tushundingmi? Mana daryoning bo'yidagi yerlarga. Shadlaovul deymiz hozir. Mana shu Shadlaovul. Tushundingmi? Chatlaovul deymiz. Bu qizlarni shu yoqqa jibergan o'zining og'aylarına. Xo'jayinning odamlari 20 qizni jiberuga kimni oldiga jiberadi bu yerga o'zining qizlarini da? Qayerga jiberadi? Kim bor u yerda? Misol uchun 20 qizni qabullab olib, uni saqlab beradi-da sana. Onun uchun bu o'zining nesi bo'lu kerak-da, o'zining jahillari bo'lu kerak. Chatlaovul bor ama o'zbeklar. Shu hozir Shadlaovul deymiz. Chatlaovul negizinde. Naymanlar, ha? Ana shu yoqdan o'tadi. Shu yoqda ag'dariladi. Undan keyin bu yerda mana qara. Mana qiz ketgan degan yer qani. Mana azroq yurasan, Qazan ketgan degan yer bor. Uning arayog'ida o'g'iz ketgan degan yer bor. Uning arayog'ida xotin ketgan degan yer bor. Suvga ketgan deb aytiladi. Mana Qazan ketgan degan men ko'p o'ylandim, Qazan ketgan qayoqdan chiqadi. U o'zi birov cho'kib ketsa, Qazan jiberadi-da mana dedi. U yerga Qazandan tortib ketganda u suvni, uyrim. Qazan ketgan yer. Bu qanday yer? Qazan ketgan yer. Endi daryoning har bir yerini ne qilish kerak bo'lgan? Atni aytib kerak misol uchun. Tochkisi bo'lishi kerak. Lokatsiya degan. Hozirga ana neda ana Sapqo'zdagi neda qarmoq qo'ran yerda tashlaq deb atib boradi, tashlaqqa boramiz dedi. Tashlaq deydi. Tashlaq. Shundayda endi at qo'yilsan, geografik toponim kerak-da narsalarni farqlauga. Mantiq joyida keyin kanal qaziladi. U yerdan shu qiz ketgan degan yeridan kanal tortiladi. Shu kanaldan qiz ketgan bo'lib qoladi-da shu yerda. Do'stlik kanali hozir. Endi mana qarada, bu yoqdan Qarabayli degan yerda bu yoqdan ketganda, kanalni bu yoqdan bo'lganda Qarabayli. Qarabayli kanal Chimbayga deyim borganda burunlari. Tushundingmi? Qarab. Biz hozir buni ham bilamiz bu. Daryo bu tomonda. O'ng yoqda deymiz-da. U asli bu yoqda Qarabayli. Qarabayli kanal u yoqda-da. Mana nesi? Tarmog'i. Mana shunday. Shuning uchun bu nelarni uyrenip sarıştırıp hammasini bir-birini qiyoslab. Ibn Xaldun ham aytadi, tarixni yozganda logika bo'ladi. Mantiqqa solib,
chetlab ketmay, bizda xalqning og'zidagi gaplardan hammasini olib kerak. Buni bir aql tarafisidan solib ko'rib deydi. Xalqda shunday gap bor. Aql tarafisidan solib, boshqa faktlar bilan qiyoslab, shuytib aytgan ma'qul bo'ladi. Bizning Xo'jayli xalqi o'zining ata-bobolari ne ishlar qilgani, ne uchun jazolangani, shuni biluvga haqli. Ham buni oddiy emas ekan tushuntirib biluvga haqli-da. Sababi bu quruq qizdan chiqsa bu narsa janjal desak, bu ne bo'ladi? Bu qizdan chiqqan janjalga shuncha hakimlar bilan kelishilib 15-dekabrda qatchi berib qo'yilmaydi axir turliga. Butun Xorazm xalqi chaqirmaydi. Odam burungi bo'lgan. Bu ulkan, bu qanday o'zgartuv. Ham arkasında turgan adamlarga qandı endi Orsiyatning nesinden qaramından alçı o. Hem ortada nene kızık narsa. Bu narsaların hammasini Cüneyt Xan'ın uyunda aytılganının sebebini belirleysen birisiler var. Bu narsaların hammasini tasdiqlaydigan narsa shundaki Cüneyt Xan Xivanı algan vaqtında Xivanı fevral ayında aladi onu Xivanı. Xivanı algan vaqtında şu birinchi kimni o'ldiradi? Baqqalni o'ldiradi. Bosh vazirni o'ldiradi. Undan keyin uni jiyanini o'ldiradi. Abdullajon deganda. Xonga bo'lsa aytadi, sen deydi xalqni qilaver deydi. Sen bilan ishim yo'q men deydi. Bu narsani bu maqsadni Cüneyt Xan şu Xivanı almasına 2 kun burun Urganchda, yangi Urganchda, toza Urganchda yashab o'tirgan Rossiyaning fuqarolari bilan uchrashuv qiladi. Shunda aytadi, men deydi Xivada ishim bor deydi. Men bir-ikki odamni ko'rim kerak u yerda deydi-da. Shu boradi. Bu hammasi yozilgan narsa emas. Xullas bu yerda demak bu maqsad bosh ministr yo'q qulu. Baş ministerdi. Sepişkan az yürü. Az üstüne o. İyi kanlam özetti de şu. O şu bakkalka karşı karatılgan zatlar da bunlar. Bakkalım arkada uyak kagadı. Hava zincir üzerinde orta sepişkan üzerinde. Hava üzerinde. Bu cağda kandı. Yine şularga nigalatın adam koymağı gerek de öyle. Başka adam. Hammasi İslam hocalarının öldürgeninden başlandı bu derslerinizde. Ya gruppalarının küreşi bir bilen esi. Odan ki biyler o bir yerde koşular. Biylerin öldürülgenini aytıp ediyorlar. Neşinci yıl öldürülür? Kimler? Yendi. Buna vahyalar. Yendi Fevral ayında şimdi yanvarda bu vahyalar yanvardın o nelerinde ahırları kep General Galkin keledi bu Sırdarya Amudarya bölümü Sırdarya gubernatörlüğüne qaraydı. Sırdarya gubernatörlüğü Türkistan general gubernatörlüğüne qaraydı. Bunlar şu Sırdarya gubernatörlüğü general keledi, general leytenant. Cazatryat. Hava. Bunlar endi şüyüp ketkilediler. Bunlar şu tamam Orus hükümetine karşı kurashib otur. Oruslar da canım ahırında başta koşuluğa keltirdi biraz mıydı? Sonra şunday edip aytıp başladı da. Şüyüp kelip sırada şu yaktan başlap bir kirip her yerde gözü terlegen adamlarda cazalap ne kılıp başlaydı. Aslında sen kelebilirdi. Ben şu fevral'ın içerisinde şu fevral'ın 16'sında mı bunlar neye keledi? Fevral ayın Cazatret'te. 16'sında Kulörge çekiledi. Kulörge bu yerde şu alakası var adamla bir 4 adam asadı bu yerde de. Odan bir Mağıt'ta boladı, odan bir Gürlen'de boladı. Hemmesi asıp geldir koyundu. Şu vaxtlarda endi xalqın ağzında aytılan gap var. Kim? Erekelbay, Avşenbek'e aytdı deydi. Sen yaman kıyatır bular. Benim haberim var. Kim men bunu İran'ın üstünden öteten adamlarım var. Sen ket bir yerden. Men senin dokumentlerini to'g'rilab beraman. Sen şu Türkiye'ye bitki qarab ket degan qo'yindi. Bo'lmasa javob bo'ladi dedi. O ketmayman men, ne bo'lsa xalqim bilan bo'laman men. Ne qilibman men? Ne qilibman? Ishonganlar. Haqiqatda hechimni o'ldirgan yo'q, haqiqatda hechimni yo'qolgan yo'q. Talab aytdi, haqqi bor o'yinda. Xalq so'rab turibdi. Mana borib turibdi odamlar, ulamalar borib turibdi. Hamma qo'llab turibdi bularni. Bir yag'dan o'zidan ishonadi sebebi bu unday adamlardan, ulamalardan, nelerden katta biylerden kan tugam asat bo'lmaganda misol uchun o'zini o'zi qan. Bir yag'dan xalqqa jiyan bo'lgan.
Yine şu ava nesi var? Yine şanşan var da yine şans var. Bırak bunun bütün bulas Oruslarning qo'lida bo'lgani shu xabar bo'lmagan mı? Bo'lmagan chog'da xabar. Öwüşen bilin. Bo'ldi ana keldi. Imini sizlarda jazolar uchun keladi. Siz shu tashkilotchisan, sen birinchi главный chiqqan yer shular. Xo'jaydan chiqdi. Bu narsa Xo'jaydan boshlandi. Xo'jaydan boshlandi. Sen jazolamoqchi qo'ymaydi ular. Ber jazoyi desa. Shu kelgan. Demak bu Kelib endi bir aytadi jag'ida xonam bor edi qashında Orusning askarini kiyim yashirinib turdi. Bunday o narsa mınandayda Galkin o'zi qashında xonam shu o'zining atında nesinde. Sen bu teatr tomosha emas, hamma o'tirib birovlar yashirinib o'tirib bunday kurs qo'yib o'tirmaydi-da. Yo'q da. Hatta bu. O açık kichkinagina yer. Alında medrese turibdi. Medrese alında dar quradi. Mana 3 ağaçni birlashtirib dar quradida shuni darga tartgan misol shu. Tim ishlar deydi. Tim ishlar deydi. Turu kerak shu yerda. O'lisini olib ruxsat bermagan. Ruxsat bermagan. O keyinchalik tunda ne qilib, bir kundan, 2 kundan keyin men olib shu aparib qo'yganlar bordi. Emine şu yerde şu açtım bu tamanaki ana Samlar Koz'un avtovazası oldu. Onun yanında Hamza'nın şu yetimxonasi. Ben şu Hamza'nın yetimxonasi burungu şu Öwüşenbiylerin üyü. Biyavul deb aytiladi da. Biyavul. Bu yanında ot pazar var. Ot pazarın bir yağı Kazak avul deb aytiladi. Onun bu yağı Nuran Baba avul deb aytiladi da. Nuran Baba diyor. Ben şu yerde asıldı bunlar. Necha adam azılgan degani shu yerda? 8 adam ekeni aniq bo'ldi. Sababi Galkinning o'zin nesi var, telegramması var. Men Xo'jaylida 8 adamdı ne qildim deydi. Darga astım deydi. Hem 100 ming so'm kontributsiyasi aldım. 100 ming rubl. Şu vaqtda 100 ming rubl. Qara endi. Ulkan pul endi Xo'jayning xalqi. Shu pul bilan Xo'jayning xalqi to'lagan shu pulni jinagan, hammasi jinab bergan meniki. Aman qoluvchi. Aman qoluvchi. Aman qoluvchi. Endi bular şu pulni alıp ketip Türkmenlerge odan ham jama qilgan. Türkmenlerning ham pullarini olgan. Onun üstünde uyindagi ashyolarni olgan. Türkmen gilemlerini olgan bularning nelerini olgan. Keyin Türkmen gilemlerden qiziq nelari var. Dokument qarasang qiziqda bularning Oruslarning qilgan ishlari. Bu 400 ma gilem jinab olinadi da u yerdan. Mana shu Ko'largash atrofida Türkmenlerden. Üylerinde gilemler koyuldu. Hem Türkmen'in üyünde gilem bulandı. Türkmenski gilemler. Ben şu gilemlerde o yakka ap ketkenden keyin bulardı dokumentleştiredi, auksiyonga sattık deyip de. Auksiyonga sattık deydi. Bana bir yerde şu da bir iş. Bana kabyor Türkmenski yazıp koydu. Bana da razmıyor. Kim aldı degence? Ruski apisyer. İkinci gelen Rusya apisler, üçüncü Rusya apisler, 400 gram var Rusya apislerge satılgan. Hiç kanda auksiyon bulmagan. Talan para. Bunlar alıp özleri bir-birine ne koygan da bunaki. Bölüşüp algan. Ama sen bir şöyle katlaşkan için. General Galkin'in özüne 4 bin rubl verildi. Kan tarafından. Para. Bizatka şu millet için de 4 bin rubl. Millet düşünme ya, kork. Buna şu ya şu 4 bin para verildi de aytıyor. Aytып отырмын. Ол жаңағы кімге берілген Колосовскийдің алған 187 мың парасының алдында еш нәрсе болмаса Xo'jayga саған 100 мың өзі сап қойды Xo'jayga да 100 мың рубль. Şu vaqtda. Енді 4 мың rubl. Aslı maksat Maksat şu birinciden ko'pchilik Orusning amaldorlari qalay bo'lsa da bir narsa arttırib qo'yadi. Talov, arttırib. O'zining doğrusundan nesine paydalanib. Endi Rossiyaning maqsadi buni yo'q qilib. Tümünde bunday kerak bo'lmay qoldi. Kerak bo'lmay qolgan sababi de bu bir devlet tuzgani sebebi bir yog'ida Angliya bor edi. O vaqtda Afg'oniston chegarasida Angliya kelib turib edi. Angliya ana nening nesi edi. 18-yillarda edi. Baştan 73 yıl vaxtında qarşı çıqqan bular. Qarşı çıktı. Birinci Jahon urushi boshlangandan keyin bular Rossiya
kimning tarafında bo'ldi? Angliyaning tarafında. Antantaga qo'shildi da bular boshlagan yili. Antantaga. Bu kerak bo'lmay qoldi. Buni bu bir davlat saqlab o'tirdi buni. Yo'q qiladi, o'zim bir oblas gubernator qilib qo'yadi bu. Xorazm gubernasi, bir gubernator qo'yadi, boshqarib o'tiradi. O'riston chinovnikini qo'yadi. Tikkalay qaraydi. Ne o'rgatishlik ularga? Boshqa maqsad bo'lmadi. Shuni bilgan bu yerning odamlar deyman. Bilgan, qayoqqa boradi da. Andida jamon ko'rsatdi, ha? Biylarda yo'q bo'lgan maqsad ularning maqsadi nida bo'ladi? Xalqning ko'zini o'tini olibdi shu. Hammaga sabaq bo'lsin degan. Qancha ayovsiz jazolasan shuncha deydi. Ularda shunday tushunchaki bu xalqlar bu nida человек, bu unchalik odam emas-da bularni. Bularni bundan to'q shunday muomala qilsa. Yine xalqning o'zi javoyi bularda javoyi. Bizni yerda olgan odamlari bo'lmasin. Ha, lekin shundaylar aylanadi. Ular aytib o'tirman u. Kimdan keluvi mumkin bo'lgan, mana xivoqanligini yig'ilатын bo'lsa, yangilikka, mana nega taraqqiyotga aparatin Islom Xo'ja bo'lатын bo'lsa, Islom Xo'ja o'ldirildi. Onu hem öldürdüler ulan hem bundan faydalanıp kaldılar bunlar da misal şunu. Bu açıyor bu. Kan korkusu toşattı bunlara. Yani şu bilen onu koluna aldılar. Kandan gördü onun ölümünü. Kandan görme için kan para verdi şu an. Ben mi gördü şudan? Ben bu takitak koy belgili bu onların eslerinin hemmesi. Oyun şunday oyunlar boğan ki bunlar bu siyasi oyunlar da böyle arkasında yattı. Bunu şunu almamız gerek değil mi de şunu almamız gerek. Yani Qayniqsa mana bizim xalqimiz mana shu 8 atalarimiz, ularlarimiz, babalarimiz Xo'jali uchun shunday yig'ilgan odamlarning atlarini hammasi ma'lum bir reja bo'lmaydi. Shu mana patriotning shu yoq bo'shab qoldi, deganlar o'zdan qadim eshitganlar shu bir reja bo'lmaydi. Bu yog'idan shularga bir narsa tiklasak nelerge 8 adam atıncı yazıp ortasında Hamza'nın o büyüstü aptaşap çatıptı endi. O karalalı mıydı endi orta Hamza boldu hazır ya Hamza tıklendi at tıklendi misal üçün hiç kim onu karalap oturgan yok. Şunça karacatga işlengen onu kızıl granitten misal üçün büyüstü bir kazak kanalı jatıptı hazır. Şunu akıp bir tıklap koysak ortasına. Bu yağında şu hocaların asılgan nesi, bu yağında üçüncü istedik buladı. Bakaybek babanın taşı tuttu, reyakta tuttu. Ben şu ortada yol, yekişette bunu hocaların bu hocaların asılgan yerine yeli gediyen hocanın karıları var, pati okup gider. Ha okup gider. Yeri halk unutkan yok bunu sen, bile de. Ukan adamlar bir yağında, eğer şunun bir kompleks olsa degen bir niyet, beni köpten beri aytamanda onu sana ayıp çırpar. Hem bir göne kalan adamları keşte kelip bir az aynalatın, skemekide dem alatın. Ava otur bir hardık çıkaratın. Hem atabalarda yesitin. Hem bir kelin köyler baratın. Misal şu puldu. Kolumuzdan ki gençler koşuluyor kakıl. Halk gözü tıklayıp ala olsun. Unca köp hareket gerek emez bu meselede. Güzel bir yenge kuruluşlarda bu muydu? Diyen bir niyet bu muydu? Şimdi azıcık o işler bu muyadır. Tek bu narsa kılınsa bir de zor narsa bulalım benim özüm fikrimce. Tek qana buni qilgan xalq emas, Xo'jali xalqi. Bu tarixga qiziqadi. Ne? 3 esdalik bir yerda bo'ladi. Buni ikkovi tayin o'zi tayin turibdi. Bu tek Xo'jali emas, Qoraqalpog'iston. Hamma mana shu o'zimiz ne qilar edik. Sebebi biz ne qilsak ham hozir buni yangi qalada buni stansiyamiz deymiz, endi stansiyamizda Tazaqalada ne qilsanamiz ham baribir Xo'jalining boshlangan yeri shu. Ichki turizm ham rivojlanadi. Eski Xo'jali, eski Xo'jalida. Şu yüregi şu, onun Xo'jalinin. Xo'jalinin kengaygan yeri şu. Şunun için onlarga bir jag'da narsa kerak, bir ikki to'sh kerak. İchki turizm rivojlanadi, durust emasmi? Bir neda bir 3 yil burun Turkiyadan bir qo'noq bo'ldi. Keyin nedan mana Hamza To'ral roman yozib o'tirgan bir yozuvchi yigit bilan birga keldi-da. Men endi Hamza To'ralni bu yerdan jag'i nelarni berdim-da, az o'zimda Danilardan nelarni berdim. Hamza Xo'jalida degan o'zi o'sha ana Qizil Toshpo'ron degan kitob chiqardi u. Mana ichida bizning Xo'jalini Xorazmning Ma'rifat darvozasi deb yozib maqtab qo'yibdi-da. Ma'rifat darvozasi bu Xo'jali debdi. Şu adamlar
Eşeğada ne var dedi. Eşeğada koyuk dedi. Bu ya bizde kanda ne oldu? Aynalı koyakta almasın. Eşeğada. O eşeğada şu meşit var yani başka bulan bir zamanavi formada yani yakında kurulgan meşitler bunlar. Ana eski zatlardan bir qarının eski kalgan makbarası kuyusu kalgan. Başka işler yok dedim de. Yok. Yaşı var öyle şunda başlama kolunu alıp hazırlığı köp işler kılınmadır okuyuyordu. Şuların katarında şu mesela bir kolga alınsa bir yerge kalka bir mesela aylanatın jiller bolsa. şimdi adamlardan yaşap ötkenden keyin ne kaladı bir hatire kaladı da mesela şu hatiresine soru gerek de şular arzitli adamlar koyundu. Yesevge arzitli adamlar mesela şu. Onlar islev gerek. Ki buna surette ne de aç kütü buna surette atayla gözüm ulkayttım bunu. Neçe yıldan beri. Bana Bakaybek babanın gümbezi bunu. Buna Süvelle o oturganda Süvelle. Bunu meştin gümbezi bunu kime belge. Ana Yereke'nin karvansarayı, Yereke diye adam karvansarayda bunu ki. Yereke bay. Ama Yereke baydı ki. Yani ki bunun karşısı buna Kızılköprü'den ötken yerinde Kocaeli kalasının karvanı. Buna Katar'dan ahırda buna 300 metre arada şöyle Kocaeli'nin karvansarayda. Garaskö, birinci karvansarayı. Ona keyin kurulgan karvansarayda. Buna endi Kocaeli'nin bazarına, birinci Kocaeli'nin bazarına kelip ketip oturan adamlar bu çay kalası dese şunday zatlar bilen sızılganda. Karazin'den sızgansa Nikolay Karazin 1974 yılı etnografik nemine kelip şu sızıp kaldırgan şunda. Endi bugungi ma'lumotlar hammasi misol uchun hozir ko'ruvchilarning ishinde de bir negativ yozadigan insonlar bo'lishi mumkin. Endi tarixni tushunib tushunmay aytayotgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun bizlar hozir maqsadimiz bu yerda Xo'jaylining biylari, Xo'jaylining shu Xo'jayli uchun jonni fido qilgan bobolarimizning xotirasini tiklash maqsadimiz. Ular xalq biluv uchun bilsin. Shuni harakat qilyapti. Bu yerdagi ma'lumotlar ham ko'pchiligi endi fikrlar o'zlarimizning men misol uchun o'zimning fikrim bu yerda qaytbay ekan bergan ma'lumotlari bu yerda ko'pchilik ma'lumotlar arxivdan olingan yoki kitoblardan olingan ma'lumotlarga tayanib o'zining fikrlarini Xo'jaylining tarixine tiyişli ma'lumotlarni жаңағыдай arxiv dokumentlerin ya adamların sözlerin mençeli jinagan adam yok шығар. Men 40 yıldan beri jинаймын. Eğer kimdir жаңағы bu gaplarni tinglab mening gaplerimde xato to'g'ri bo'lsa, maka aytsin, buna gaping xato, buni dalillanmaydi bu narsa, buna dokument bilan dersin, men noroziman, shu narsaga qayta shuni to'ldiramiz, yaxshi bo'ladi qayta to'ldiramiz. Biroq buni to'ldiradigan insonlar bo'lsa, marhamat kesin. Ama kesin, birga o'tirib so'ylashik shu atrofida misol shu. Suhbat qilaylik shu deb. Bu yerda tarixni men mana jag'adi, mana jaqmaydi deb ne qilib, tarix o'tib ketgan zat-da. Bu faktlar so'ylatish kerak-da bo'lgani. Bu o'tib ketdi, uni o'zgartira olmaysan. O'tib ketdi. Shuni unutilgan tiklav kerak. Agar uni qayta tushuntirgan bo'lsa, durust ne qilish kerak? Bo'lgani boshqa hech narsa yo'q. Bu tariximiz bizning-da. Tem bo'lu men 7 ota bobom Qo'jayli ishtibatida mening tarixim bu. Men shu mening o'zimdan misol uchun shu Qo'jayli tarix tug'ilib o'sgandan keyin men sizdan kichkantayman, adabir men ata-bobolarim Qo'jaylida o'tgan. Men Hayitbay akaning shu yozgan kitoblaridan ruhlanib, shu Qo'jaylining tarixi bir harakat Qo'jayli xalqi mana afsus bunday voqea bu. Hozir bilan bizlar aytmasak, yetan odamlarning yanında qolmasa, kim aytadi bu narsani? Avvalchanbiyning nesine adamlar şunu asılıp ne kılganında misal için dastan to'qigan xalq. Dastan to'qigan. Bir necha o'nlab kupletlar bo'lgan. Shu Mersiya aytgan, Mersiya jo'qlab aytganda bizning tilda jo'qlavdi, shu jo'qlab aytgan. Tarixini bilgan yer yigit vatanni yaxshi ko'radi. Shunday. El uchun xizmat qiladi. Shunday. Tarixni tarixsiz kelajak ham yo'q. Kelajak yo'q. Sen qancha orqaga qarasang shunchalik oldin ko'rasan deydi-da. O'tmishdan gap bor. Alma aytib ketganmiz. Demak, bu yerda xulosa bo'luvi mening o'zimning fikrim, bu yerda tek qana Xo'jayli rayoni, Xo'jayli misol Xo'jayli qo'zg'oloni 1916-yilda tek qana bu qizlar, ya'ni qiz salg'ini yengizgan degan shu Asfandiarxonning fikridan uzoqlashdim.
tek qana o'l uchun emas, bu yerda rus generali Kolosovskiyning fitnalari oqibatida bu yerdagi xalqlarni og'izbirchiligini keltiruv, ya'ni Xiva xoni Asfandiyar xonning kuchsizlantiruv, shu orqali bo'lgan xalqni bo'lgan qarshi qo'yu, uni xalqqa qarshi qo'yu maqsadi bo'lgan bir shu orqali bu Xiva xonligini saplashtirib, ya'ni Rus Rossiya mamlakatini shu qo'qon qolgan yo'q qildi. Shunday yo'q qo'ydi bo'lgani, tamam. Shunday qilib shu fitnalarni uyushtirib deb tushundim men buni. O'rus politsiyalarini kirgizecek bo'lgan. O'rusning politsiyalarini bu yerga da ham aylıqdı bularga puldu xazineden töleşen, Xivan xazinesinden töleşen şart qo'ygan. Bu endi bank, O'rus bank. O'rus bankını açamız, Xiva pulunu ötümüyte qilib taşıyımız deydi. Karazm pulunu da misal üçün, bu bekarlanada Uruski deydi, pulda yığılan. Şu bilen boldular, ne memleket kaladı? Memleket kalmaydı. Evvelde rica şunday bolgan, bunlar keyişligen zatlar, onu bular bir İspanya dillerde şunu becericik adamlar. Hem özünün merpi üçün, ne üçün. Bakkalpılar olsun, Kolosovski olsun, başka da köp bundaydılar. Aynıksa bu bular paçanın adamları deyimiz de paçanın adamları. Kızıl Atirat kirgenden keyingi bir yerde Karazm'da bolgan vakıyalar. Şayda köp bilen jaya kadar bektigen duruyor. Buladı iki Atirat, buladı o yeni Atiratlar. Bularning o'zi bir tarix bularning qilgan ishlari, bularning qilgan yaramasliklari o'sha mumkin emas-da. Buni keyingi ko'rsatuvlar. Shunday nelarimiz ko'p bizlarning. Tarixni bilmaymiz, da bizga o'rgatmagan. Tarixni jag'ida o'rgatgan, jag'ida tarix yozilganda negativ yozma. Даже podsho hukumat turalida yozma negativ. Sen yozma. Biroq bizlar endi yozib beramiz, sen shuni ko'chirmasang bo'ladi misol shu. Va shunday nega uslubiga qo'yilgan bizlarning tarixchilarimizda, tarixchilarimiz. Bu O'rta Osiyoda bir qahramon chiqmau kerak ularning. Chiqmau, xalq o'yimi bilmau kerak o'zining esini hisobida. Adil degan, men shu yengani ketmaydi o'rsa adil degan. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan ko'plagan reformalar qilinadi, tarixni haqiqiy tarixni yozuv turali topshirmalar bo'lib o'tdi. O'tganda prezidentimizning topshirmasi bilan shu Xorazmlik ma'naviyat va ma'rifat markazining boshliqlari, o'rinbosarlari kelib shu xo'jalikning tarixlarini va bir ekanligini aytib, Qoraqalpog'iston tarixi Yıldırım degan bir professor ham keldi birga, Turkning professori. Shu bu haqida жұмыстар bo'lib o'tdi. O'zingiz borib Muzaffarni ko'rsatib söylashdik, yig'ildik. Shu bo'yichadan bugungi kunda haqiqiy, ya'ni SSSR degan mamlakatning davlatning qurgan vaqtida biz o'zimizning haqiqiy tariximizni bilmadik. Bu tarix burmalab yozildi. Durust emasmi? Shunday. Meni so'rovchilar ko'p buna xo'jalikning tarixini unday. Men bu Yaponlarda apardım bu yerga, Nemslarda apardım, Turklarda apardım. Hammasidan qo'ldan kelgancha tushuntirib aytib o'tirman. Barday qilibda, sababi bilan bir gaplar bo'ladi. Hozir mana turistlar kelib bir yolg'on yashib qo'shib aytsak, bunada bir ikki degan gap bunda emas. Birinchidan ilm bo'lishi kerak-da, ilm. Ikkinchidan bizga hech qanday yolg'onsiz juda bir qiyomat tariximiz bor, zo'r tariximiz bor bizning. Ayniqsa bilan Mizdaxonning tarixi, shu 2000 yildan o'tayotgan tarix, u har qaysina bir yili agar nima qilsa, asl qilsa har qaysina bir adini to'xtalamiz, har qaysi turali men oldin hech aytilmagan gaplarni ko'p narsa aytaman. Ko'p menda unday narsa ko'p. Bizda kuzatib boring. Xudo qalasa Hayitboy aka bilan biz xo'jalikning tarix haqida, eski tarixi haqida bizlar yili bu boshlanuv, xudo qalasa davom ettiramiz Hayitboy aka, durust emasmi? Xudo qalasa. Alloh densoqlik bersa. Kecha videonun aslında birovlar yozdi da endi bu Qoraqalpog'iston deb yoz Mizdaxonda. Bizning suhbatlarimiz ko'pisi Qoraqalpog'iston, O'zbekiston, Qozog'iston degan so'z paydo bo'lmasdan oldingi davrda u ilmda qabullangan narsa bor. Bu vaqtda davlatning ati Xorazm davlati bo'lganda, Xiva xonligi bo'lgan.
Şunun bir nesi var? O Xiva xanlığı keyingi, odan elдің eli Xarazmşahlar devleti var bunun. Anüştügüller nesi var? Onu kalay endi Qarapastan, uyurga geografiya menende hazır Qarapastan bu Kocaeli tumanı Qarapastan Respublikası'nık. Hazırda. Hava hazır günde. Biz eğer bugün buna Qarapastan'ın Kocaeli nesine turamız deyimiz de Kocaeli tumanında yaşayımız bize. Hazır şunday, pasportum şunday mı şunda, pasportum şunda yazılgan. No bırak o'tmishda aytgan vaqtında onday İslam ıstallarda qo'shma aytamiz da. Biz O'zbekistondan qo'shib o'tgan jo'qmiz. Hech yo'q, O'zbekistondan qo'shib o'tgan boshqa hech qanday Turkmanistondan qo'shib o'tgan jo'qmiz. Ko'larganishning tarixini neqib turib, Turkmanistonning bunday davlati deb ayta olmaymiz bu axir misol shunda. Üç xalqda alamiz. Kecha bo'lgan narsa, kecha bu ayrilgan narsa. Bu xalqlar ata babası bir bo'lgan xalqlar, bir-birine qarindosh, qudochiligi bo'lgan, andachiligi bo'lgan xalqlarning hammasi kecha bir-biridan ayrilib o'tirganda bunday qilibdi misol. Hani şu Bunun arkasında Ruslarda shu uchun nesi bilan, propagandalari bilan şu Ruslarning qilib ketgan ishlari bor bizda. Birga ayirib, Xudoanda bir tubiri bir turkiy xalqlarda. Shunday. Aslida birlashimiz kerak. Shunday. Ata-bobosin tanı kerak-da odamlar. Hamma shu turk ataning bolalari barligi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Xudo qalasa, Hayitbay aka bilan жұмыстарimizni davom ettiramiz. Rahmat. Bo'ldi. Hozir Bo'ldi. Qizdi bo'lsam bo'ldi.